Assalomu alaykum, men ismim Tohir. Bugundan boshlab sizlarga invalidniy koleskalar haqida ma'lumot berib boraman. Bugun birinchi bo'lib boshlaydigan koleskamiz elektronniy oyoqlari ko'tarilib tushadigan ko'rsanglar bo'ladi. Yuk ko'tarishi 130 kg-gacha bo'lgan elektron koleskamiz. Ko'rsanglar bo'ladi, remenlari bor. Sidenkalari yotadi, 360 gradusda aylanadi. Joystick qismini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu yerda tezliklarini ko'tarib tursanglar bo'ladi. Bundan bezuk rejimi ham bor. Signal ko'rsanglar bo'ladi. Buni oyoq qismlarini baland-past qilsanglar bo'ladi, ko'tarilib tushadi. Yon qismida qo'l tormozlari bor, ruchnoy. Orqa tarafdan ko'rsanglar bo'ladi. Bunga litiy akkumulyator joylashtirilgan. Ikki xil akkumulyator bilan olsanglar bo'ladi, litiy hamda kislotniy. Mana bu joyda mexanika elektr rejimlari bor. Bu tarafda esa bu tugmani tortish orqali sidenkasi orqaga yotadi. Bu tarafida ham tormozlari bor. Akkumulyator shu ko'rinishda korobkada bo'ladi. Va ichidan zaryadnilari chiqadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bundan tashqari bizda juda ham ko'plab elektron va mexanika koleskalar bor. Biz o'zimiz Xitoydan birinchi qo'l olib kiramiz. Optim narxlarda olsanglar bo'ladi.